Chortoq tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida maktab maslahatchilarining faoliyati o'quvchilarning ma'naviy tarbiyasi va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim natijalar bermoqda. Ular yoshlarni to'g'ri yo'naltirish, iqtidorini aniqlash va rivojlantirish yo'lida samarali ish olib bormoqda. Chortoq tumanidagi 46-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ularning salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Maktabimizda o'quvchilarning iqtidorini yanada yuksaltirish uchun 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni bilim va ko'nikmalarni o'zaro almashish. Tumanimizdagi 46-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga bugun tashrif buyurdik. Tashrif davomida o'sha yerda tashkil etilgan Turon va iqtidor ansamblillarini ijodiy faoliyatlarini o'rgandik. O'rganish jarayonida u yerda o'zimizga kerakli bilim ko'nikmalarni o'zimizga olib, o'quvchilarimizni keyingi faoliyatida amaliy tajriba sifatida foydalanadigan bo'ldik. Bundan tashqari u yerdagi iqtidorli yoshlar, sertifikat olgan yoshlar bilan amaliy muloqot tajribalarini o'zaro almashdik. O'quvchilarimizni kelajak kasblarga qiziqtirish maqsadida bugun tumanimizdagi 2-sonli texnikumga tashrif buyurdik. Tashrifda u yerda yaratilgan shart-sharoitlarni o'rgandik. O'quvchilarimiz qiziqishlaridan kelib chiqqan holda elektr payvandchilik sohasi, chevarchilik sohalari bo'yicha o'quvchilarimizni tanishtirdik. Bu jarayonda maktab maslahatchisi tomonidan yoshlarni maqsadli yo'naltirishga alohida e'tibor berilmoqda. Maktab ma'muriyati bilan 8-sonli maktab maslahatchisi o'rtasida yo'lga qo'yilgan hamkorlik esa iqtidorli o'quvchilar o'rtasida bilim, ko'nikma va tajriba almashish imkonini yaratmoqda. Natijada o'quvchilarning faolligi ortib, dunyoqarashi kengaymoqda. 2024-2025 o'quv yili davomida ingliz tili fanidan B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. 2025 hamda 2026 yil o'quv yillarida ona tili fanidan B+, matematika hamda tarix fanlaridan C+ sertifikatga ega bo'ldim. Bu natijalarga erishishimga menga ustozlarim juda katta yordam berishdi. Hamma ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Bu yutuqlarga erishib, muddatidan avval oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'ldim. Shuningdek, maktabda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. O'quvchilar turli to'garaklarga faol jalb etilgan bo'lib, fan va ijodiy mashg'ulotlar orqali ularning qiziqishi va iste'dodini rivojlantirishga keng sharoit yaratilgan. 46-umumiy o'rta ta'lim maktabida iqtidorli o'quvchilarni Turon teatri va iqtidor ansambli bo'yicha jamoa shakllantirilgan va shakllantirilgan jamoamiz iqtidor ansambli jamoasi tumanda 2-o'rinni, Turon teatri jamoasi esa 4-o'rinni qo'lga kiritdi. Alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biri Turon teatri hamda iqtidor ansambli jamoalaridir. Ushbu jamoalarda o'quvchilarning sahna madaniyati, ijodiy fikrlashi va jamoada ishlash ko'nikmalari izchil shakllantirilmoqda. Tarmoq to'garaklaridan bichish tikish hamda rus tili fanlaridan muntazam faoliyat olib bormoqda. Kasbiy yo'naltirish bo'yicha Abu Ali ibn Sino texnikumi hamda 2-son texnikumga muntazam ravishda ochiq eshiklar kuniga o'quvchilarning qiziqishiga qarab olib borilmoqda. O'quvchilar o'zi qiziqqan kasblar bo'yicha fan o'qituvchilaridan kerakli ma'lumotlar oldi. Umuman olganda, maktabda olib borilayotgan hamkorlikdagi faoliyatlar o'quvchilarning iste'dodini yuzaga chiqarish, ularning ma'naviy dunyosini boyitish hamda barkamol shaxs sifatida shakllanishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.